Mana shu birodarimiz o'zi ismlari Temur ekan. Temur ismi ekan. Bunaqa ismlarni shariatda o'zgartirishlik birodarlar vojib bo'ladi. Men aytdim, ismimizni o'zgartiramizmi dedim. O'zgartiramiz dedilar. Nima ism qo'yamiz dedim, Muhammaddan qo'yamiz dedilar. Endi Muhammadni o'zini qo'yib bo'lmaydi, chunki uni ancha mas'uliyatlari bor. Qo'ysa bo'ladi, lekin uni mas'uliyatlari bor. Muhammad degan ismni qo'ygan inson o'g'ligami, navarasigami uni urmasin, uni so'kmasin, uni turtkulamasin, unga baqirmasin, undan oldinda yurmasin, undan tepada o'tirmasin deganlar. Mana bu narsalarda bizlar u odobni qo'llay olmaymiz. O'shaning uchun birorta ism tirkab qo'ysin deganlar. Muhammad Ali bo'ladimi dedim, ismlarini bo'ladi dedilar. Ismlari muborak bo'lsin. Muhammad Ali Temur, Allohu akbar, ketdi endi. Temur qolmadi endi. Mana shu